Assalomu alaykum hammaga. Bu kunni men juda ham uzoq kutdim. Bu video sizlar bilan tanishish bo'ladi. O'zim haqimda ozgina sizlarga ma'lumot berib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilikda, to есть o'zimda mana shunaqa narsa bo'ladi. To есть kimdir ko'rsam, bu kim ili qayerdan chiqdi, ili mana shunaqa narsa bo'ladi. Streamerlarda anaqalarda ko'proq mana shu narsa kuzatiladi. Manda o'zim bilan mana shunaqa narsa bo'lmasligi uchun sizlarga imminda mana shu videoni tayyorlamoqchi bo'ldim. Hozirgi planli stream qilish. O'sha hamma narsa tayyor bo'lgan, ancha bo'ldi bunga ham. Ozgina vaqt ketib qoldi u yoq bu yoqdagi ishlar bilan. Hozir mana sizlar bilan ko'rish nasib qildi. Streamlar birinchi navbatda Counter Strike 2 dan bo'ladi. Men faqat bitta CS:GO'ni o'zi bilan cheklanib qolish niyatim yo'q. Agar pro igrok bo'lganimda, может, faqat CS:GO'dan stream qilgan bo'lardim. No, men pro igrok emasman, bolalar aytib qo'ying. Stream uchun hammasi уже tayyor. Yuzimdagi maskaga keladigan bo'lsak, может, buni hype deb o'ylarsizlar или qanaqadir kimgadir taqlid. No, eng katta sababi birinchi navbatda men hozirda yuzim, to есть face mashhur bo'lishini xohlamayapman. To'g'ri, hozir bitta deb mashhur bo'lib ketmayman. Bu aniq. Yuzim bilan qilsam ham, qilmasam ham, bu aniq po fakt. No, men o'zim hozir yuzim bilan video olishni istamayapman. Bu вообще katta sekret takoy или hech qachon ochmayman degan narsa yo'q menda. Agar qachondir sizlarga может juda ham qiziq bo'lsa или kerak bo'ladigan joyi keladigan bo'lsa, smelo yuzimni ko'rsatishim mumkin. Boshlanishiga no face stream qilaman. O'zi boshida men vlog olmoqchi edim. Vlog, qanaqa vlog desanglar, hiking или mashinaga o'xshash yo'nalishda. Stream keyin qilmoqchi edim. No, hozir planlar o'zgarib ketib qoldi. O'shancha hozir stream boshlab olib, keyinchalik vloglar ham chiqadi. Mani maqsadim hozirda O'zbekistondagi eng yaxshi community yig'ish. Hozirda O'zbekistonda katta YouTube auditoriya уже shakllanib bo'ldi deb o'ylayman. Hozirda ko'proq yaxshi kontentga emas, qanaqadir juda ham sodda kontentlarni qilyapti. No, men unaqa kontentlar tarafdori emasman, to'g'risini aytay sizlarga. Klaunni yoqqa olib stream qilish niyatim yo'q, или NPCdagi bo'lib o'tirish niyatim yo'q. Sizlarga maksimal har taraflama qanaqa bo'lsam o'shanaqa bo'lib ko'rinmoqchiman. Undan ortig'i ham, kami ham emas. Sizlarga eng yaxshi kontentlarni qilib berishga va'da beraman. Qo'limdan kelguncha hamma har taraflama sizlarga eng yaxshi narsalarni yetkazishga harakat qilaman. Bolalar, men oldin hech qachon o'zim ovozim bilan video qilmaganman hech qayerda. Bu birinchisi, xatolar ko'p, uni o'zim ham ko'rib turibman. Studiyada ovozlarni shum bo'lib qoldi. O'shaning uchun mikrofonda hozir повторni yozib chiqdim. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsamni ko'p qismini aytdim. Qolgan narsalar esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Qolgan narsalarni streamga kirsanglar, hammasini gaplashaveramiz. Bundan keyingi video streamxona haqida bo'ladi. Necha pul ketgan, qanaqa. Hammasini sizlarga noldan tushuntirib, narxlari bilan aytib o'tib ketaman u videoda. Bu video просто kirish deb nomlasak bo'ladi. Sizlar bilan tanishib oldik deb o'ylayman. Hammaga rahmat. Hali sizlar bilan uzoq yo'l kutib turibdi bizani. Let's go guys.